Bugun sizlar bilan Robiya ismli qizlar haqida gaplashamiz. Robiya ismi O'zbekiston hududida keng ko'lamda tarqalgan va urf bo'lgan ismlar qatoriga kiritiladi. 2000-yildan to 2020-yilgacha juda ham urf bo'lgan, ya'ni ko'p odamlar Robiya ismini qo'yishgan. Robiya ismi o'zi kelib chiqishi arabcha ism hisoblanadi. Ma'nosi kamtarin, soliha ayol va 4-qiz degan ma'nolarni beradi. Robiya ismini eshitilishi ham juda ham qandaydir chiroyli. Robiya ismi faqatgina O'rta Osiyo, ya'ni arab mamlakatlarida ko'p tarqalgan ismlardan biri hisoblanadi. Robiya ismli qizlar kamtarin, sodda, diniy, dinga berilgan va iymoni but qizlar bo'ladi. Haqiqatda Robiya ismli qizlar kamtarin va juda ham sodda qizlar qatoriga kiritiladi va undan tashqari Robiya ismli qizlarning eng ustuvor tomoni chiroyda, go'zallikda juda ham yuqori o'rin egallashgan. Haqiqatda ularda takrorlab bo'lmas go'zallik va maftunkorlik darajasi yuqori. Bu videoda maksimalni Robiya ismli tanishlar tashlab qo'yinglar, komment yozinglar, keyingi ism qaysi bo'lsin.